Assalomu alaykum barchaga. Mana noyabr oyi kelib, SolidWorks 2026 birinchi taqdimoti bo'lib o'tdi. A'lorog'i crack versiyasi taqdim etildi. Bo'lgan fayl. Hozir ustanovkasini ko'rib chiqamiz. Noldan ustanovka qilishdi. Xudo xohlasa, kompyuterda bir yangilaganimda men bir ko'rib chiqaveraman. Hozir ishlatib turgan Windows'imizni ustiga ustanovka qilishni o'rgatib beraman. Ya'ni hozir bizda 2023 bilan 2022 ni men o'zim ishlataman. Endi hozir shuni oldiga yana 2026 ni qo'shib o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Hop. Buning uchun bizda Telegram kanaliga tashlab qo'yganman men. Hozir meni o'zimda qayerda turibdi ekan? Bir topib olishim kerak. Mana 2026. 2026 da mana shu 5 ta faylni men tashlab qo'yganman. Shu 5 ta fayl Telegram kanalida turibdi. Mana shuni yuklab olib, bemalol ustanovka qilsalaring bo'ladi. Bularni chiqarib olganlaringda, izolya chekib olganlaringda mayli, buni o'zidan o'dalatib tashlaydi hamma joyi. Desin, mana shu fayldan ko'rsatishni boshlaydi. Telegramdan yuklab olganlaringda mana shu 5 ta fayl bo'ladi. Xo'sh. Mana shu 5 ta faylni chiqarib olish uchun bizga WinRAR programmasi kerak bo'ladi. WinRAR programmasini shu yuklab olgan Telegram kanallaringda bor, yuklab olsalaring bo'laveradi. Hop, mana shu 5 ta fayl chiqarib olgandan keyin, hammasini yuklab olgandan keyin nima qilish kerak? Birinchi etapda hammasini belgilab olamiz. Belgilab olib turib, shu papkani ichiga izolya chek qilamiz. Ya'ni mana shu papkani ichiga chiqarib berish kerak. Hop, mana chiqarib berdi. Ichiga kiramiz. Kirganimizda mana bizda ikkita papka paydo bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz SolidWorks papkasiga kirib 2026 litsenziyasini ishga tushirib olishimiz kerak. Mishkan chap tomonni 2 marta bossak, bizga shu oyni hosil bo'ladi. Okey, bo'ldi. Bitta qiladigan ishimiz qolmadi. Endi 2026 ustanovkasini boshlaymiz. O'rnatishdan oldin birinchi qiladigan ishimiz internetni o'chirish. E'tibor qiling, internetni o'chirmasalaring bizni ofitsialniy saytiga olib kirib ketadi. Mana internet o'chdi va ustanovka qilishni davom etaman. Ustanovka o'tdi kompyuter, okey. Mana litsenziyalarni chiqarib berdi. Davom etaman va mendan internetni so'rayapti. Internetni yoqsam agar hozir prema o'zini saytiga olib kirib ketadi. Ofitsialniyga crack faylligi uchun atmana qilamiz. Endi mana ichidagi faylga olib kirib ketdi. Endi bu yerda mendan so'rayapti, sozdать новый установка, yangi 2026 ni ustanovka qilasanmi deb so'rayapti, yoki bo'lmasa 2025 da o'rniga обновить qilasanmi yoki 2022 ni o'rniga sozdать yangi новый ustanovka qilganimiz uchun yangi holatda davom ettiramiz. Hop, birinchi qaysi biri kerak? Ishlatmoqchi bo'lgan fayllarni belgilab bersa, Flow Simulation bo'lsa uni belgilab bersa, ishlatmaydigan fayllaringni o'chirib qo'yganlar ma'qulroq. Ortiqcha joy, ortiqcha kompyuterda qotirish olib keladi. Endi bu yerda SolidWorks yozikni o'chirib bo'lmaydi, chunki bu yerda mana bir necha xil yoziklar bor. Bu yerda rus tilini belgilab qo'yganligi uchun bu narsani rus tilida ustanovka qiladi. Sizlarga qaysidir удобный bo'ladigan bo'lsa, o'sha holat. O'zi avtomatik ingliz tilida, agar SolidWorkslar Windows tizimlari ingliz tilida ustanovka qilingan bo'lsa, bu narsani avtomatik rus tilini o'chirib qo'yib, ingliz tilida ustanovka qilib yuboradi. Agar sizlarda rus tili kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda o'zida rus tilini qo'yib, keyin yana ustanovkada davom etishlari mumkin. Menga hech qaysi fayl hozircha kerak emas. Shuning uchun hammasini o'chirib qo'ydim. Ikkinchisi parametr загрузки. Bu nima uchun javob beradi? Agar bu yoniq bo'ladigan bo'lsa, har xil yangiliklar chiqadigan bo'lsa, avtomatik обновление qilib yuboradi. Ya'ni hozir bizda SP0 versiyasi bo'lsa, birinchi versiyasi 1, 2, 3, 4 chiqqanda avtomatik загрузка qilib yuboradi. Avtomatik загрузка qilganda o'zini ofitsialniy saytiga murojaat qiladi. Bizga bu narsa kerak emas, shuning uchun bu narsa o'chib bo'lishi shart. Bo'ldi, qolgan joyga tegmaymiz. Belgichani belgilaymiz, ustanovkada davom etamiz.
Ma'lum bir vaqt kutib turamiz. So'natga qo'ygandan keyin qolgan joydan davom ettirib ketamiz. Hop, mana davom etamiz. Endi bu vaqtda o'zida internet yoqib qo'ysalaring ham bo'ladi. O'zi yoqib kelganimdan zerikib qolmaslik. Hop, endi darsga davom etamiz. Hop, bizda mana holat paydo bo'ldi. Barchalar endi shu bo'lim chiqadi. E'tirof qilamiz. Endi asosiy nuqtaga o'tamiz. Mana e'tibor qilinglar, ishga tushiryapman. Barchalar endi mana shu muammo bor. Barchalar endi mana shu muammo, mana shu etapga kelganda hamma to'g'ri qiladi. Shu etapdan keyin o'zi xatoliklar boshlanadi. Iltimos, e'tibor qilib vaziyatga qarab ko'rib chiqinglar. Bitta takrorlasalaring ishlaydi. Man misol uchun yarmida kesib turib, kerakli joylarini boshqacha qilib turib, eng ключевой joyini kesib turib qilganim yo'q. Etap-etap bitta ko'rsataman. Mana shunday takrorlasalaring Xudo xohlasa sizlarda ham ishlaydi. Hop, keyingi etapga o'tyapman. Endi Xoliqot papkasiga kiryapman. Adashib ketmasliklaring uchun mana yana bitta papka ochaman. Mana. Endi e'tibor qilinglar. Birinchi ochilibdi C diskdan serverni o'chirib olamiz. Serverni o'chirish, mana server rom turibdi. Ana shuni mishkani u tomon bosib, administrator bilan o'chirib olaman. Astanaviy to'xtatib serverni. Bo'ldi. Любой klavishni bosib chiqib ketyapti. Chiqib ketdim. Endi shu serverni nusxa olib, kopiya qilib, mana shu C diskni o'ziga tashlab qo'ying. Xohlasalar shunday tashlanglar, xohlasalar shunday ushlab turib, shunday tashlab qo'yinglar. Farqi yo'q. Mana birinchi etapdan o'tdim. Endi ikkinchi etap SolidWorks Corpga kiraman. Bunda ham Corp kirib olaman program faylni ichida. Hop, SolidWorks Corpni ichiga kiraman mana. Endi e'tibor qilinglar, menda SolidWorks 3 ta papkasi paydo bo'lgan. SolidWorks 1, SolidWorks 2, SolidWorks 3. Bu nima? Bu degani SolidWorks 1 bu mendagi birinchi o'rnatilgan SolidWorks 22 ni papkasi hisoblanadi. SolidWorks 2 bu keyingi o'rnatgan 2025 papkasi hisoblanadi. Endi uchinchisi paydo bo'ldi. Bu hozir o'rnatgan 2026 papkasi hisoblanadi. Endi men shuni crack faylini, SolidWorks ichidagi faylini mana shu uchinchi faylni ichiga qo'shib qo'yishim kerak. Uchinchisini ochaman, SolidWorksni ochaman. Solib qo'shib qo'yaman zamin. Endi e'tibor qilinglar, bu yerda xuddi sizlarda ham mana shu yozuv chiqadi. Bu SolidWorksda qaysidir fayl ishlab turganligini dalolatini beradi. Ya'ni mana bu ichidagi qaysidir fayl ishlab turibdi, bunga nusxa olishimga menga xalaqit qilyapti. Shu faylni o'chirib turishim kerak. Buning uchun klaviaturadan Ctrl Alt nuqta yoki Ctrl Alt Delete ni bosasizlar, mana shu o'yin hosil bo'ladi. Mana shu dispetcher zadachani ochib olganlaringdan keyin pastroqqa tushasizlar. Bu yerda SolidWorksda ishlab turgan faylni topishingiz kerak. Mana SolidWorksni mana shu fayl ishlab turibdi. Shuni mana zaвершить qilib olaman. Zaвершить qilib, buni mana повтор qilaman. Bo'ldi mana. Ko'chirib oldik. Endi bir xilgilarda, misol uchun SolidWorks Contrast, Electrical, PDM, vizuallar ishlamay turgan bo'lsa, xuddi mana shuni ichini ochsalaring, shuni ichidagi faylini mana shu yerda mana xuddi bandaqangi, misol uchun mana Dravinsdan ikkita uстановка qilingan ekan, 1-2 fayl chiqib qoladi. Shu faylni ichiga solib qo'ysa, hammasi ishlab ketaveradi. Hop, mana ko'chirib oldim, nusxa oldim. Endi hammasini chiqib ketaman-da, C diskdagi serverni ishga tushirib qo'yaman. Instalni bosib, okey, bu server hammasiga ishlayveradi. 22 dan 19 dan boshlab 26 gacha ishlayveradi. Faqat eng oxirgi versiyasidan nusxa olib qo'yilsa bo'ldi. Hammasi tayyor. Понятно. Bo'ldimi? Xuddi mana shunaqa qilib shu sistemada bemalol mana ishlataverasizlar. Xohlaganlar. Hozircha real view bunda yo'q ekan. Mana uni qanaqa qilib o'rnatishni nimada ko'rsatib bergan. Shu YouTube'da boshqa videosida bor. O'shani o'rnatib olib, bemalol real viewda ishlasalaring bo'laveradi.
Xuddi mana shunaqa qilib mana 2026 ni ustanobga qilib olasizlar. SolidWorks SolidWorks 2026 Premium 0.0 versiyasi. Barchaga rahmat. Xudo xohlasa ustanobga qilishda qiynalmaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.